Turmuşning mohiyatini to'nib yetgandan keyinmi uni yanada qizg'in so'yish kerak. Cho'ngish degan nima? Osmon o'rilib tushish. O'qiyotganingizda imtihonni yaxshi berolmaganligingiz uchun bir kecha yig'lab ketdingiz. O'qish bitirgandan keyin ko'ngildagidek xizmat topolmay, atiki quyoshni ko'rolmaydigandek his qilib, kun bo'yi bearam yurdingiz. Keyinchi siz yanada oliy maktabga o'tdingiz. Yangi xizmatni boshladingiz. Sizga cho'ngish bo'lib tuyuladigan ishlarmi asta-asta o'tib ketib, tunugunga aylandi. Hayat mamatdan boshqasi baribir o'tib ketadigan ishlardir. O'zi uvalchilik tortib olsa-mu, boshqalarga yordam qiladigan odam ahmoqmi? Shundaq. Siz chin dilingizdan ko'ngil bo'ladigan ba'zi do'stlaringiz azaldan sizning foyda ziyoningizni o'ylab qo'ymaydi. Har kuni sizni yordamga chaqiradigan ba'zi xizmatdoshlaringiz sizning ishingiz chiqib qolsa, o'zlarini daldiga oladi. Sahnadagi hayyor boshqalarga xushallik ato qiladi, ammo o'zi qayg'uradi. Kishilik turmushda odamgarchilik qoidalariga hamma odam astoydil muomalada bo'lib bo'lolmaydi. Shunga o'zingizga atrofli ko'ngil bo'lishni unutmang. Qanday qilganda boy bo'lg'ili bo'ladi? O'zingizga puxta, astoydil bo'lsangiz. Agar haqiqatan biror besh yo'li bo'lgan bo'lsa, undaqda hamma odam milliarder bo'lgan bo'ladi. Osmondan poshkal tushmaydi. Mubodo poshkal tushgan taqdirdami, cho'qim ehtiyot qiling. Uningga qanday qapqonlardan qurilganligini siz bilmaysiz. Dunyoda nədimi undaq tayyorga hayyor bo'lgan go'zal ish bo'lsin? Astoydil, tirishchan, puxta bo'ling. Faqat shular birdan-bir haqiqat. Boshqalarning munozirasiga qanday qarash kerak? Qaringiz bo'lmasa bo'laveradi. Boshqalar bir ig'iz masxara qilib qo'ysa, kechichi uxlay olmasangiz, boshqalar mundaqli gumonni esa, darhol o'zingizning tanlashidan gumonlansangiz, quruq so'z cho'chak ekanligi aniq tursa-mu, siz yana nurg'un zehn va vaqt isrof qilib, boshqalarga tushundirsangiz, ular faqat ig'izining uchida ha deb qo'ysa, siz behuda avara bo'lgan bo'lasiz. Demak, yuqorqilarning hammasi sizning zehningizni, xushalligingizni xo'ritadi xolos. Shunga bu ishlarga kirishib olmang. Bu o'zingizga ziyonliqdir. Odam nima uchun yashaydi? Umrini xushallikda o'tkazish uchun. Odamning bu umridagi eng chong afsuslanarli ishi ma'lum odam yoki ishlarni, fursatlarni qo'ldan berib qo'yish bo'lmasdan, balki aldirashlik ichida yurib, cho'ng uy va esil mashinaga erishganda xushalligini va kulkusini yo'qotib qo'yish. Ba'zilar hamisha o'tgan yili ko'ngilsiz o'tgandek hasratlanadi. Bu yilmi hech qanday ilgirlamagandek his qiladi. Mushunda qaqshapli yursangiz, hozirgi orzuyingizni kelar yilimi amalga oshira olishingiz natoyin. Turmush degan mushundaq. Erishmoqchi bo'lgan narsalaringizning hammasiga erishish oson emas. Og'rinish, umidsizlanish, voz kechish doim sizga uchrab turadi. Dunyoda haqiqiy kam bo'lgani turmushning haqiqiy mohiyatini to'nigandan keyinmi, yana uni qizg'in so'yadigan jasorat. Xuddi bu bir jumla so'zda aytilgandek, men kishilik hayotning hamon o'ngishli bo'lishini umid qilmayman, lekin men qiyin o'tkalga duch kelganimda uning raqibi bo'la olishimni umid qilaman. Sizning ko'p yillardan keyin o'tgan ishlarni eslaganingizda qilcha afsuslanmagan holda, men hayotimda izchil tirishib keldim. Söyümlü kishilarimni so'yib keldim. Hayotda qizg'in yashab, turmushga chunqur muhabbat bog'ildim deyalishingizni umid qilaman.